Buni ham ichida zo'r narsalari bor. Sezonoviy bizani O'zbekistonga qishga kiyadigan kiyimlar ham bo'ladi. Mana qaranglar, kurtkalar. Menimcha zеленый koy tursa kerak. Chunki bu magazin shunaqa magazin. Женский, мужской, hamma narsa bor buni ham ichida. Vodolaskalar. Hamnaqa chiroyli zo'r. Mazza kiyadigan materiali zo'r. Mana bunaqa jemferlar bor, qalin jemferlar. Mana bunaqa. Qaranglar qanaqa yumshoqqina, shunaqa zo'r materiali ham. $39.90. $40 ekan. $40. 400 ming bo'ladimi? 500 ming. $10 100 qanchaga olsizlar, to'g'ri? Hamma anaqa bor bu yerda. Sportivniy. Eksersayslarga kiyish uchun lasinkalar. Mana qishki kurtkalar, mana bunaqa kurtkalari sezonli. Bizan O'zbekistonda ham hozir tikishyapti-ku. Menimcha bizda zo'r bo'lsa kerak, yaxshiroq. Meni bularning sifati yaxshi-da, o'shaning uchun balki qimmatroq bo'lsa kerak. 499 ekan. 499 ringgit ekan kurtkalar. 500 ringgitga yaqin, endi bilmayman nechta pul bo'ladi. $100 dan oshadi короче. Qisqasi. Shu gap so'zlarimni adashtirib yuborsam to'g'ri tushunasizlarga umiddaman. Mana shunaqa ochiqcha gapiraman deya o'zimni sevamda. Ya'ni o'zim qanaqa bo'lsam uyda, o'zi hayotimda shunaqa. Endi kimnidir yasavob, bunaqa chiroyli gapira olmayman. Balki o'rganarman biron kun. Qaranglar, sportivkalarni. Yo'qqa. Ay, buni material yumshoqligini mazza qilib kiyatdi. 129 ringgit ekan. Ya'ni 130 ringgit ekan bu. Mana har xilidan bor. Yashili. Bunaqa. Jinsilar bu yoqda. Bu boshqalar bu yoqda. Boshqalar. Bu ham narx shu 130 ringgit ya'ni. Levi's 501 magazinmi bu? Jinsilar venta. Bilsanglar kerak, Levi's sam brendi anaqa kiyimlardan. Boyfriend. Zo'r narsalar bor do'stlar. Мужской, женский, детский. Oshxona uchun. Tepada oshxona uchun buyumlar. Sportivniy narsalar u yoqda. Supermen bor, mana Supermenga turibdilar. Ana nima edi? O'tdi. Hulkmi? Hulk biza kerak. Shunday bo'lishini bilmayman. Men xo'jayinim yaxshi ko'radi. Kinonichi. Hay.
narxlar mana 129 ringitdan krossovkalar. Skechers. Bir kun shamollab qoluvdim O'zbekistonga borganda. Keyin Abu Sahiga bordim-da, video. Endi ishim bilan bordim, birdan video olay dedim. Video olib qo'ydim kanalga. Va shunaqa kommentariyalar kelgan, va odamlar. Endi hamma ham emas, bor endi shunaqalar e'tibor qilmayman, undaylarga gapiraveradi. Xuddiki o'zlari shamollamaydigandek. Ovozingni o'chirib ko'rdim. Va shunaqa ham gapiradimi, unaqa deb. Bo'lmasa ko'rmasin, ko'rmanglar. O'shanaqa insonlar ko'rmanglar, meni iltimos. Sizlarni hech kim majburlamaydi. Ko'ringlar deb. Yo'qmasa ko'rmanglar. Meni kim ko'rib, meni kim qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, hammalariga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Endi men u paytda gapirishni ham bilmasdim-da. U sekret qo'rqib olgan bo'lsam videolarni. Sotuvchilar baqirib ketmasmikan, urushib ketmasmikan, so'kmasmikan deb yuriklarim o'sha videoga olib yurgandim. Qo'ymaydi-da, har xil o'zbekistonimizda sotuvchilar qo'ymaydi. "Oma nima olsam mumkin emas" deydi. Bir xili bor, juda ham yaxshi. "Keling, olavering, bemalol" deydi. Narxlarni aytib tashlaydi даже. Rosa zo'r sportivnik anular bor ekan. Mana bu Sugumol tepada, Murskoy qatorda sportivniy produkt, kiyimlar sotiladi. Bu mana namoz o'qiydigan kiyimlari bularni. Mana bu qiz Azura degan aktrisa qiz bor. Eri ham buni aktyor. Fattahman Azura. O'shani magazini ekan. Bitta ko'pincha mana shunaqa facial artistlar, ya'ni aktrisalarni o'zini brendivi nimalari bo'ladi. Ya'ni magazin, kiyim, ro'mol, bir xil kosmetika, har xil ko'p bo'ladi deb mana shunaqa ochgan o'zlarini tikish nimalari bo'ladi, shu brendini chiqarib nomidan mana shunaqa sotishadi mana. Durustmi? Nilufar bor yana. Mana narxlar 300 ringit, 320 ringit. Bular namoz o'qiydigan kiyimlar. 350 dan ketaveradi har xil. Narxlar 250, 60, 70, 190 arzonroqda. Mana shunaqa chiroyli bo'ladi-da, va kiyganda namoz kiyimlari. Bu Siti Hadija. Zo'r buni ham nimalari. Materiallari zo'r deydi, yumshoqqina. Narxi 308 ringit ekan. Murskoy, emalari ham bor ekan. Ana Murskoy. Erkeklar kiyish uchun. Bunisi
aktrisa qizniki bu ham. Bu arzonroq brend. Mana shu qizniki. Qizda otda Mira. Mira bir narsa. Hozir esimga kelmayapti-mi yoki. Ha, Mira Filzah ekan. Ana, Mira Filzah. Bu ham aktrisa qiz.